Minecraft olami, lekin siz o'ylaganday oson emas do'stlar. Ha, bugun biz siz bilan yana Minecraft haqida gaplashamiz do'stlar. Bu videoda bizga maqsad sizlarga Minecraft nima va u qanday o'yin va u qanday yaratilgan bu haqida juda ham zo'r faktlar yig'ib keldim do'stlar. Bugun sizlar bilan do'stlar Minecraft haqida gaplashamiz. Biz videoni boshladik, siz esa like bosishni unutmang. Avvalambor do'stlar, sizlar like bosinglar, kanalimga obuna bo'linglar va videoni do'stlarga tarqatib, chiroyli kommentariy yozib qoldiringlar. Biz juda ham zo'r uydamiz do'stlar. Bu uyimizni survivalda juda ham cho'tka qilib qurdik do'stlar, lekin biz shu paytgacha bir marta ham tvorskiy ishlatilmagan Minecraft olamimizga tvorskiy rejim, ya'ni kreativ rejim ishlatib ko'ramiz do'stlar. Kreativ yoqildi. Mana do'stlar, sizlar ko'rib turganinglardek biza kreativ rejimga o'tib oldik do'stlar. Ya'ni biza jonsiz rejimdamiz. Qancha urinishlar bo'lsa ham bizani hech kim o'ldira olmaydi. Biza do'stlar uyimizni obzor qilib chiqamiz va Minecraft olamini. Ya'ni biza sunduklardan boshlasak, mana bu sundukda to'la dinamita, o'qitilgan kitob salyut va kitob qilichlarni o'qituvchi stol, ya'ni bu yerda 64 ta yana bir stak Singlitman bitta temirlar, bitta oltinlar, bitta esa har xil narsalar, bitta огород uchun kerak bo'ladigan narsalar va bu yerga o'tamiz. Bu yer hozircha bo'm-bo'sh xona, chunki bu xonalarni hali bitirmadik do'stlar. Mana bu ikkinchi xona. Endi chiqamiz. Yo'lak bo'ylab yurganda o'rtada chiroyli qilib o'tirish uchun stol qilingan, uni tagida chuqur bitta shaxta bor. Shaxtaga sekret inson tushiriladi. Bitta shkaflarda hech narsa yo'q. Mana bu yerda 3 ta kiyim bor, mufit kiyimi. Bu yerda o'qish joyi, kitob ish olsa bo'ladi, jitilani. Mana bu pastki xona, birinchi etaj. Kichkina bo'lishiga qaramasdan juda ham komfortizm qurilgan. Bu basseyn, chuqurligini ko'ringlar. Mazza qilib bilsa bo'ladi. Lekin eng asosiysi do'stlar, ikkinchi etaj bo'ladi. Ikkinchi etajga mana chiroyli zinadan chiqib bitta qarasanglar, cho'tki katta bitta xona turadi. Bu xona hali ko'p naqalarga bo'linadi. Ko'pgina xonalarga bo'lib tashlaymiz. Mayli, endi buni obzor qilib bo'ldik. Biz tashqariga chiqamiz. Minecraftda tashqarida hayot qaynayapti do'stlar. Mana bu uyimiz ikki etajli juda ham chiroyli o'rmonga qurilgan do'stlar. Shuni qaranglar, hali tepalarini cho'tka qilib bezatamiz. Bitta mehmonxona do'stlar, plyajga bemalol kelsa bo'ladi do'stlar. Bu yerda toshbaqalar yuribdi. Atmosferani qaranglar do'stlar, juda ham ajoyib. Minecraft olami juda ham chiroyli va qiziqarli. Minecraftni yoqtirmayman, Minecraft yomon deganlarga, sizlar uchun negativlar uchun mana Minecraft nima? Minecraft juda ham chiroyli, bambukli o'rmonlarga boy bo'lib, uning ichidagi barcha chiroyli hamma narsadan foydalanishingiz mumkin. Qo'ylar bor, bu yerda har xil narsalar bor. Hech qaysi mana shunaqa survival o'yin odamni qiziqtirib qo'ya olmaydi do'stlar. Bu yerda PUBG deysizlarmi, boshqasi deysizlarmi? Hech ham qizig'i yo'q. Mana do'stlar, juda ham chiroyli katta o'rmondamiz do'stlar. Bizani kartamiz shunaqa ochildi. Mana tepadagi eng cho'qqidagi daraxt. Shu daraxtga chiqib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham atmosfera chiroyli do'stlar. Bu Minecraft olamining chiroyli kartalari do'stlar. Qaraychi mana, uchamiz. Qo'yyordik mana. Nimaga uchatdik bizda qanot bor. Pastdagi shaxtalar ko'rinib ketyapti. Nimagaki bak ishlayapti o'zi. Durbinda nimalarni ko'rsak bo'ladi? Oy ko'ramiz. Nimalar bor ekan? Mana juda ham zo'r, yaxshi. Ketishyapti do'stlar. Kechqurungi manzarani ko'ramiz. Vau, bu yerda shaxta bor. Zo'r narsa ko'rsataman. Tatam qo'yamiz. Yuguramiz o'rmonda. Tez tepaga ko'tarilamiz. Ko'tarilib qo'yaveramiz. Suvga kelib tushamiz. Lekin suv ichida qolib ketmang. Biz yetib keldik. Sizlarga juda ham cho'tka qilib nastroykani hozir o'zgartirsaman. Mana shunga qarasizlar, orqada uy mana juda ham chiroyli.
Sнимka qildik ekranni. Juda ham chiroyli. Mana kechqurungi atmosfera boshlandi. Biz albatta ishlar yuradi. Nastroykani endi ikkinchi usulda qo'llab ko'ramiz. Bu uchinchi usul edi. Ikkinchi usul mana bunaqa bo'ladi. Qanotda cho'tki qilib uchiradi. Qo'yaversak shu bilan uchib davom etamiz. Ko'rib turganinglardek biz uchib mazza qilib yuramiz do'stlar. Endi undan-da chiroyli narsa ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana shunday qilib to'xtaymanda hozir sizlar uchun juda ham bitta ajoyib narsa qilib beraman. Mana shu qilichni qo'yib turamiz va o'rniga mana bu yerdan salyut tanlaymiz. Salyut. Salyut olamiz va teparoqqa chiqamizda qaranglar do'stlar. Shu to'xshamiz. Mana buni Minecraft'dagi eng zo'r mazza qiladigan narsalardan biri hisoblanadi. Zo'rni dislarni, programmistlar hammasini mazza qilib o'tkazadi. Wow. Yaxshi do'stlar. Bu video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Minecraft haqida ozgina shuncha bo'ldi va Minecraftni yomon ko'radiganlar yaxshi ko'rib qoldinglar degan umiddaman. Agar sizlarga foydam tekkan bo'lsa, bundan juda ham bag'oyatda xursandman do'stlar. Sizlar uchun hozir nastroykani o'zgartiramiz va oxirgi chiroyli videomizni ko'rsatamiz. Ya'ni uchinchi nastroykadan yana qilib orqadan ko'rsatamiz. Sizlar bilan yana do'stlar Venera Minecraft bo'ldi do'stlar. Sizlar bilan bu bizani yangi videomiz edi do'stlar. Mana shu video agar 50 ta like yig'adigan bo'lsa, ikkinchi qism chiqaraman. Faqat ikkinchi qism juda ham ko'p bo'ladi. Ya'ni 20 minut bo'ladi. Eng kam 20 minut. Bundan ko'p bo'lishi mumkin. Ya'ni biz Minecraftda har xil cho'l, mana shunaqa o'rmonlik, ya'ni suvlik yoki haqqoniy Minecraft o'zining kartalaridan o'ynab sizlarga obzor qilib beramiz do'stlar. Sizlar bilan Venera Minecraft bo'ldi. Videoga like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'ling.